Assalomu alaykum akalar, ukalar. Tinchmisizlar? Juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugun 13-fevral, xudo xolasa bir kun yazimiz kelib, endi mana 2 kun mana qilib yana bezinda ish faoliyatimizni boshlayapmiz, xudo xolasa. Eng qizig'ini aytsam, kimda shunaqa holat bo'lgan. Bezin ham mana pamik berdi uje. Eng qizig'i 20 ming so'mdan oshiqcha pulim yo'q, oldim erkakcha gap. Xullas bunaqa vaziyatga ancha-muncha ko'p tushganman. Bor yo'g'i 20 ming so'm pul, u ham bitta klient puli hozir hisobda. Unga ham qaytib bera olmadim. Yo, roziman deb tushib ketdi. To'lmaymikan, qaytishim kerak edi. Xullas 16 mingga keldim. Xullas shu 20 ming so'mga to 3 kunimizcha chiqib ko'chada qolib ketmasak bo'ldi. Gazim ham tugagan. Hech pulli bo'lsa ham benzin quyib. Xullas plan bugun. Xo'sh, ras bezinda ishlaymiz ekan, bezinni quyib hali kechgacha. Xullas oson qilib aytganda, qisqa qilib aytganda 20 ming so'mni 200 mingga aylantiramiz kech paytgacha, xudo xolasa, Alloh nasib qilguncha. Qani bunaqa holat oldin bo'lgan ham. 1 kilometr 800, past 2 kilometrdan tushib, uzoqlardan tushib beradi emas, shunaqa paytda fioletoviy zonada bo'lsa hamchi emas. O'lgansi tepgan qilib, atay qilib 100 ming, 50 ming, 200 mingtalik pul beradiganlar ham chiqadi nervizga o'ynamas shunaqa paytda. Mayli olg'a. Bugungi planimiz 20 ming so'mni 200 ming so'mga aylantirish, sof foyda. Qani eplollaymiz bezinda. Xullas mahallani ichidamiz. Eng qizig'i, bitta jiyanimgami, bitta toshnog'ayliga 100 ming berib, 10 ta bezin quyib olay desam, qadasan yoki plastigingga tashlab qo'ydim deydi. Просто menga interesli bo'lgan tarafi, qani bugun astoydil shu yo'ldan bor qilamiz, xudo xolasa, Alloh izni bilan. Atay qilganda haliginaqa hozir plastikka bo'lmay tursa ham mayli deyapman. Kaligi plastikka yuradiganlar bo'lsa bekardan plastikda qoladi pul. O'zini foizga ishlanadi-yu, ozgina pul bari qolinadi. Mana bu yechib maza qilasiz uni. Xullas shunaqa hozirgi vaziyatimizda naq pul kalta yurib, ishimizda 5 ta bezin quyib olishimiz kerak boshdan ichiga. Xudo xolasa. Xullas eski shaharga 12 ming so'mga keldik, bilet. Xullas shunaqa. Men bitta fikr ham kelib qoldi. Как раз eski shahardamiz. Hozir bu yoqqa qanaqa pulga ketaman bilmayman, uch yuraman. Yangi bozordan eski shaharga qaytishga yetarmi keyin bezinni ish qilib. Bitta eksperiment qilamiz. Xullas 3 ta qo'yib oldim. Bunaqa joyga yopishtiradigan anaqani topa olmadim. Ancha bo'ldi, mas bardachov dedi, yo'q, xullas uni marliydi bo'lsa ham qo'yib oldim. Endi vaziyat shunaqa. Prosta bilib bo'lmaydi. Hozir bezinda shahar atrofida ko'proq hali men sevadigan oqyor, zellamoz bo'lib qoladigan bo'lsa, o'sha to'g'ri kelmaydi hozir to'g'risi. Shuning uchun iloji yo'q. 3 yuramiz. Nechta odam chiqsa ham, o'chsak ham mana shu yo'lda o'chaylik, bunisi. Darruvda bezin olib kelib ber desa, bo'lmasa g'irrida borib olib kelib oladigan vaziyat. Xullas shunaqa holat. Eski shaharga kirish shunchalik bardak. Hamma biladi mana shu yerda pechokod to'xtamaydi. Bunisiga Damas odam oladi kamiga. Hali yarimta ham odam olganimiz yo'q. Chiqinglar. Xullas
Raddomda yetib yetmasdan ikkita odam bilan keldim deyarli. Yana ikkita odam chiqdi. Qo'qon universitetiga xudoga shukr 4 ta bilan kelib oldim. Biz yangi bozorda yana bitta qaytaman. Ishqilib bezinim yetsin ishqilib. Ana pamik berayotgani uchib qolganda ham bir 5-10 kilometr yursa bo'ladi-yu. Xullas shunaqa vaziyat. Xullas Eshariga keldik ikkita odam bilan. Yangi bozorga borishimiz 4 ta edi. Xullas juma payti bo'lib qoldi. 60 ming so'm bo'libdi. Yemamimiz xullas. Bezin qo'yib olamiz Krepsdan, xudo xolisa. Xullas akalar bizga hozir vaziyatimizga Krepsdagi zapravka 10 kelar ekan. Xullas 70 ming pul qilibmiz. 20 mingda. Shunga yarasha benzin qo'yaman endi hozir. Mana qilib 70 ming, 150 ming qilib mana qilib benzin qo'yib, bu qilib mana qilamiz bugun. Jumaga ham vaqtimiz rosa oz qoldi, xullas. Xullas zapravkadan chiqdim. Nol qoldik. 3 ta tochka u. 50 kilometrga ham bo'lmasa kerak, chunki tagigacha yurdik. Ko'ramiz. Xullas shu benzinni ko'paytiramiz. Xullas shunaqa qilamiz bugun. Hammaga ayyomlar muborak bo'lsin. Xudo xolasa ishni boshlaymiz endi. Semashkadan. $70 ming so'mlik benzinimiz bor xolos. Shuni ko'paytiramiz endi. Shahar tashqarisidagi zapravkalar bir ikkitasi ochiq ekan. O'chirdi endi вообще kilometr deyishyapti. Yo'limiz shuncha qarab o'tamiz. Yangi O'shko'chadagi domladimi yo'lda bo'yidagi okeanda oldida. O'sha 18 ming bo'pti. Televizornida boshidan olgan zakasimiz. Benzin quyganimizdan beri birinchi zakasimiz. Xudo xolasa bugun endi 20 mingni necha pulga aylantiramiz. Ko'ramiz endi xudo xolasa. Alloh barakasini bersin. Lekin mashina ham kam. Mashinaga qarab zakasi ham kam qarang. Haligi anaqa emas. Anaqa yo'q bo'lgan bilan. Gaz yo'q bo'lgan bilan. 3 kilometr 200. Istab topib yurib beradi. Meni sevatda bo'larchi 3 kilometr 200 g'irt 0 повышение bilan asab ketayib. Sразу tura oldi uni chortlar. Balinga ham slotlar. O'lgan ustiga tepgan qarang endi. Aylanib ketaya. Shunda tugabdi. 3 ming so'm puldan 18 ming so'm bo'lgan. 1000 so'm zapasda olib qoladi qarang bu piloslar. Shunaqa paytda asabingiz buzilib ketadi. Chunki yapsam bir yo'li cho'kib dunyuga kirib ketdi degan. Endi bizda O'zbekiston millat. Andijonda hamma domlarga mana qilib
Plastiklar bor, issiqda sovug'da ushlaydigan utepletilni shunaqa qatirib ustidan kafilkilar suv kelib chiqishyapti xullas. Yangilik. Polni anjom bo'yicha qilinyapti bu narsa. O'shancha binolar. Yaxshi narsa lekin. Eng qizig'i 2000 so'm balansini soldim xolos, chunki boshqa pulim yo'q, mayda pullar ham qolmabdi. G'irt 20 mingni o'zidamiz yana. 4000 mayda pulim bor ekan, 2000 so'm. Klientga qaytdim, 2000 so'm bor edi. Balansga soldim hozir. Tushmayapti bu ham ataygandek. 2000 so'm. Xullas tushdi. 2800 qancha yani. Xullas shunaqa. 1 kilometr 9, lekin 8,5 ming pavshina bilan zakasini xudo xolasa atkaz qilib yubormasanglar agar. Xo'sh, turmani tepasidagi 400 kottejga ekan. Borsa bo'laveradigan 8,5 ming bilan yondi. Zapravka bekik. Propani bilan bezini ochib xolos, turmani tepasi. Shahar ichi hammasi shu ahvol. Bittaga ochib bo'lsa deb ancha-muncha mashinalar qo'yib ham ketibdi metanga. Kecha ham bor edi qo'yib ketgan mashinalar, bugun ham baribir ochmadi. Xo'sh, yana Semashqadamiz. Men o'zim marketga kirib ketdim. Nimadir olish shekilli qaytarib yana shkatlarga borib qo'yaman. Xullas shunaqa 8,5 ming rayonga. Men keldim 14 ming so'm bo'ldi endi. Chiqib baland pavshina yonib tursin, sal bezinimizni tikkilab olganimizcha ish qilib. Xullas kottejdan chiqib ketyapman. Bu ham 19 ming bo'pti xullas. 20 ming so'm oldik. Eng qizig'i solgan 2000 so'mni sirasi tugaydi agar qo'qqisdan sirasi zakas tushmasa. Bu atrofdan ana 5 pavshina tushishi. Ko'chana boshiga chiqib, atayganda bu ham 20 ming so'm deb berdi. Ikkita 20 minglik. Maydalab solamizmi endi bu? 5 ming solib turamiz endi. Shotimizga ham qaytishga qiynalib qolamiz agar bo'lmasa. Ovoz sirasi haqqingni tuketib qoladi, past turib qolsa bilan. Suka. Xullas shunaqa. Qishda jabri shu chirakashga bo'ladi-da. Bizdagi qish shunaqa bo'lib qoldi. Boyga chiqim, kambag'alga jabr, astag'firulloh, astag'firulloh. Yangi bozor qo'yib oldim. Yangi bozor qo'yib, yangi bozorga kelib oldim. 19 mingga. Xullas. Bir res, yarim res 3 ga yurib ko'raman. 3 ta odam bor ekan hali. Programma jonlanguncha. Akalar, xayrli kech. Soatimiz 12:08 bo'pti. 263 ming. Bizi qo'limizda rosa 210 ming so'm pul bor. Zaryatim oz qolgan, shuning uchun ko'proq gapiryapman. 96 kilometr yuribmiz benzin quyganimizdan beri. Xullas
pamlik berayotgan holatda 20 ming so'm bilan ish boshlaganmiz. 2 ming so'm bizni qo'limizda qolibdi. Xullas bugungi foydamiz desak ham bo'laveradi. Chunki ertaga men ishga chiqmayman. 4 точка u degani bir pastda 60-70 kilometr yuraman agar chiqadigan bo'lsam. Chunki shunday jicha bugungi holatda qilib yurib benzin yoki gaz ochilsa gaz quyib olaman. Nimagaki bu pulni ishlatmayman deganim bo'lmasa kirib ketib qolyapti. Jicha zapas, jicha ko'rdinglar 10 ming, 15, 20 ming so'm puli bilan xudo xolasa mana rizqimiz bor ekan 200 ming so'm qo'limizda yaxlit bo'ldi. 1 soat 1,5 soat ish faoliyatda bo'lmadim. Xullas 11da jumadan 1-2 soat oldin chiqqan bo'lsam 1 soat yab-yag'i. Xullas bugun 200 ming so'm rizqimiz bor ekan. Xullas benzinimiz o'chayotgan 30 kilometrdan mana Alloh barakasini berib shunaqa holat bo'ldi. Allohning izni bilan 20 ming so'mimiz 200 ming so'mga aylandi. Zakasimiz 17 ta zakas. Buni anaqasini ichida ham bir 17 mingmi, 18 ming so'mlik plastik pulam bor. Xullas shunaqa liniya ham yurib ko'rdinglar. Har narsa qilib ko'rdik. Xudo xolasa ertaga agar ishlaydigan bo'lsam ham kech payt ishlayman. Kunduzi vaqtim bo'lsa liniya yurib ko'rib, agar gaz ochmasa bir 10 ta benzin quyib qo'ysam kech payt yana ishlaymiz xudo xolasa. E'tibor uchun katta rahmat. Qiziqib kuzatgan bo'lsanglar, Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Like bosib qo'yinglar.